Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini ele yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 17-sinf darsimiz. Bu qismda biz Titanic degan kinoda ingliz tilimiz. Titanicni men hech bilmaydigan odam yo'q bo'lishi mumkin. Titanic degan gapning ma'nosi g'oyat zo'r, cho'ng degan gap. Bu ash kiyimiga qartilgan, cho'kib ketgan kiyimiga. Unda esa bu gapga kelmoqchi bo'lgan. Tunji so'z ekran qaraylik. Yamranala. Fuss about. Fuss about. Bu fuss nayt ko'p qo'llangan so'z. Endi bu yerda ikki xil ma'nosi bor fussningki. Birinchi ma'nosi og'rinish, ya'ni complain degandek ma'nosi bor. Ma'lum bir ishni qanda og'rinish. Yana bir ma'nosi ma'lum bir ishni qanda hayajonli qilish, guldiras qilish, masalan, bir narsa ko'rib baxmagandek. Fuss. Shu bir ishni qanda aplash bek shavqin suram bilan qilib kelsim qanda fuss. Ne fuss deymiz. Unda men buning jumla tuzbasam, birinchisi what are you fussing about now? What are you fussing about now? Nimdan qaqshatsam-da, birisi qanda qaqshsa, o't qilsa, what are you fussing about now? Nimadan qaqshaysiz, nimadan ag'rinayapsiz deb. Birisi ag'rinayversa, stop fussing around desek bo'ldi. Keyin around degan gapni qilib qo'ysanglar, stop fussing around. Why are you fussing? Adam nimadan qaqshaysa, nimaga qaqshavyapsa deb. Buning yana bir ishni aplash qilishga misol aytsam, we tried to arrange a ceremony with as little fuss as possible. Mana keyin possible one. We tried to arrange a ceremony with as little fuss as possible. As little fuss as possible degan qanda amalning barcha bunda bakliqi hayajon emas, bunda bakjiq boshqaning dehqon jalib qig'idek varang-churang emas, shavqin emas, bir xil o'zimizning ichidan bilib demakchi. We tried to arrange degan o'rlashtirmoq degan gap. Ceremony deganda bir faoliyat desek bo'lmaydi ceremoniyni. Ceremony bir xil desak bo'ladi ceremoniyni. Masalan, murosim, ceremony degan murosim degan ba'zi unutib qolgan. We tried to arrange a ceremony. Biz qanday bir murosim o'rlashtirish urindik with as little fuss as possible. Bir azroq bir bek boshqalar bilindirmay bek shavqin suranda emas, hayajonda emas, boshqalar hammani boshqaning dehqin tatmaysak bo'ladimi? Bek boshqaning dehqin tatmag'idek bir murosim o'rlashtirdik deymiz. Arrange a ceremony with as little fuss as possible. Unda esa biz o'rganmoqchi bo'lgan keyingi so'z ekran qaranglar. That was the last time Titanic ever saw daylight. Yembralala. That was the last time Titanic ever saw daylight. The last. The last jumla shakli bu bir jumla shakli hamda. Qo'llanishalik intan yuqori. Bular yerliklar bek ko'p qo'llanadi buni. Last degani eng oxirgi degan gap. O'zining ma'nosi-chi. The degan bu article. Bu eng oxirgi keniya bir ism bilan ketib, masalan the last person, the last place, the last food, the last fruit, the last color, the last tool, the last car deganda keyingi qanda ism qatsak, ketib undan keyin shuni qiyginba demoqchi bo'lsak, masalan, he's the last person I want to see. He's the last person I want to see. U eng oxirgi odam deydi, shunaqmi? I want to see. Mening ko'gim bor eng oxirgi odam degani, majbur shakli, uni ko'gim yo'q demoqchi. Uni ko'rak o'zim yo'q deymiz. He's the last person I want to see. Ana, seni qat'iy ko'gim yo'q, yoki uni ko'gim yo'q deymiz. Bular ham eufemizm demdik, siliqlashtirib degandek. Buning yana bir jumla tuzbasam, that is the last place I want to visit. That is the last place I want to visit.
Men men ziyorat qilmoqchi bo'lgan eng oxirgi joy degani. Yani qat'iy ziyorat qilgim yo'q degan gap. I want to visit there degan o'rniga bu nima dedim? That is the last place I want to visit dedi. Seni ko'rdigan, ma chiroyingni ko'rdigan ko'rgim yo'q deganim deymiz. Chiroyingni ko'rgim yo'q ne? Your face is the last face I want to see degandek ham. Tushunolmi? The last degan oshilishni. Unda siz bugün o'rganmoqchi bo'lgan eng oxirgi so'zga ekran qaranglar. Yamranala. That was close. That was close. Bu mendan ko'p qo'lunda tas qoldi degan gap, tas tamas qoldi. Brash, qanda tas qoldi. Buni tushunsan ham tas qoldi degan gap. Buni jumla tuzsam, that was close. You almost got hit by a car. You almost got hit by a car. Hit degan urmaq, so'qmaq, got hit degan urilmaq, so'qilmaq qanda. That was close. Tas qoldi. Mashina qana? Sen mashinani so'qayotgan tas qoldi seni deyapsan. That was close. That was close. Ya'ni ma'lum bir ish yuz bermoqchi. Ma'lum bir ish yuz bermoqchi. Biz qanda ma'lum bir o'zimizning qobiliyati bilan qanda o yuz bermagan bo'lsa, qanda o'zimizning qobiliyati desak bo'lmaydi. O ish yuz bermagan bo'lsa ish qilib. That was close deymiz. That was close. Masalan, saqchi qo'g'lab kelgan bo'lsa, o'g'ri nima dedi? He didn't catch us. Catch degan tutmoq. He didn't catch us. U bizni tutolmadi, but that was close. Lekin tas qoldi deymiz, men. That was close. Tas tamas qolmoq degan qanda? That was close. Unda biz bu yerga so'zni bir yig'incha qilib etsam, fuss about the last that was close. Fuss about the last that was close. That was close degan qanda? Tas qolmoq. The last degan, the last person, the last place. Manda ishni qilg'im yo'q, yoki manda ishni qat'iy nim qilg'im yo'q demoqchi bo'lsak qanda? The last keyin ism qilib, uni ko'zimizdan piyilni ishlatamiz. Fuss about degan birinchi ma'nosi qanda? Og'rinmoq, complain bilan o'xshash. Ikkinchi ma'nosi bir xil bir ishni hayajon bilan qilmoq. Masalan, parxtga chiqqan bo'lsa, parxt ko'rib baxmandek qanda hammasi bir shovqin surasib ketgan bo'lsin dedi, yo'q, parxt ko'rib baxmabdi-kina. Desendimiz, they're making a fuss. Mishayotgan fuss ashunda hayajonda gulda qaras bir ishni qilib kesgan fussni keldi. Asi bugungi darsimiz mishaycha, tushunmagan so'zliklar bo'lsa, asli ingliz shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.